Korzinka.dan bozorlarim keluvdi, sizlarga ham nimalar zakaz qilganimni ko'rsatay deb video otgandim. Shu bilan birgalikda ikki narsani aytib o'tdim. Hozir Magi bilan Korzinka.da konkurs bo'lyapti ekan. Magi pripravalarini sotib olib, bu asosida ovqat tayyorlab, post joylaysizlar. Korzinka.ga Magini atmetka qilasizlar va 10 ta sovrindan bittasini sizlar olib bo'lishingiz mumkin. Oshxona kombayni, aerogrill, chang yutgich va Korzinka.dan 1 millionlik vaucherlar o'ynalyapti. Yutib olgan odam mazza qiladi. Mana obunachilarim qatnashib yutib olishlari xohlardim. Men ham qatnashaman deb Magi zakaz qildim. Endi chiroyli qilib post olib, men ham uchastka qilaman. O'tgan safar gamburger qilganimda uydagi rosa yoqdi. Endi yana gamburger qilaman deb non zakaz qildim. O'sha pomidor assorti bodring bilan zakaz qildim. O'tgan safar olganimda zo'r chiqdi. Yana shundan aytib o'rdim. Kстати, hozir Korzinka.da 4 kilolik persilga skidka bo'lyapti ekan. Persil sotadiganlar avval asosan men Korzinka.da o'zining produktlarini olaman. 365 kun zo'r chiqadi narsalari. Ayniqsa lazerlari rosa byudjetli narxda mazasi ham zo'r chiqadi. Oshlarni tuxumni ham har doim 365 kunligini olaman. Korzinka.dan bemalol og'ir narsalarni zakaz qilsanglar bo'ladi. Uylarga choptirib berishadi. Har doim so'raysizlar, muzga o'ynaydigan narsalarni zakaz qilsanglar bo'ladi dedi. Mana muz tushmagan holatda muzga qilib yetkazib berishadi. Bemalol ishonib Korzinka.dan zakaz qilsanglar bo'ladi.